Farzandingiz sizga nima uchun oy kechasi chiqadi, nima uchun daraxt yashil deb ko'p so'raydimi? Unda charchamang. Bu zerikkanidan emas, miyasi o'syapti. Garvard Center on the Development Child ma'lumotiga ko'ra, 3-6 yoshli bolalar kuniga 100 tagacha savol beradi. Ota-onalarning 60% esa keyin tushuntiraman deb javob beradi. Bu tabiiy tafakkurni sekinlashtiradi. Hayotiy misol, nima uchun yomg'ir yog'adi? Osmondan desa suhbat tugaydi. Bulutdagi suv yerga tushadi desa bola tasavvur qiladi va yana savol beradi. Stanford University batafsil javob berilgan bolalarda mantiqiy fikrlash 42% yuqori. Cambridge University nima uchun savollari prefrontal korteksni 1,5 barobar faollashtiradi. Oxford University lug'at va ijodiy fikrlash kuchayadi. Yaponiyada Way Learning har kuni 3 ta ochiq savol. Biz bolaning nima uchun savollariga sabr bilan javob beryapmizmi yoki o'chiryapmizmi? Bugun shu savolga psixolog javob beradi. Biz e'tibor qaratishimiz kerak bolalarga mantiqiy savol berish orqali qanday ko'nikmalarini shakllantiramiz. Birinchi navbatda biz bolalarimizga mantiqiy savol berayotganimizda albatta ularning yosh xususiyatlarini inobatga olishimiz kerak. Yosh xususiyatlari deganimizda, demak, bolalarimizni masalan 3-4 yoshga beradigan savolimizni 6-7 yoshga bera olmaymiz, chunki ular uchun bu oddiy. 6-7 yoshli bolalarimizga beradigan savollarimizni 3-4 yoshli bolalarimizga bera olmaymiz, bu ular uchun murakkab. Demak, biz farzandlarimizga mantiqiy savollar berayotganda albatta ularning yosh xususiyatlarini inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ona sifatida o'zim 3 yoshli farzandimga savol berishim mumkin. Qush uchadimi yoki mushuk uchadimi? Albatta bolajonimiz javob bera oladi bunda qush uchadi deb, chunki biladi mushuk 4 oyoqlab yurishini. Savollarimiz farzandlarimizga ham tushunarli, ham oddiy tilda berilsa, farzandlarimiz unga aniq javob berishga harakat qiladi. Va biz ota-onalarning vazifasi farzandlarimiz tomonidan noto'g'ri javob berilgan taqdirda ham ularga to'g'ri javobni aytib berish emas, balki ularni yo'naltirishimiz kerak. Biz ularga fasilitator vazifasini bajarishimiz kerak. Agar biz ularni yo'naltirsak, ular o'zlari to'g'ri javob berishga harakat qilishadi. Yana shu bilan birga biz farzandlarimizga mantiqiy savollar berishda nimaga, nima uchun, qanday qilib, nega degan savollarni ko'p berishimiz kerak. Masalan, nimaga quyosh kunduzi chiqadi? Bu ham bolani o'ylantiradigan mantiqiy savol. Nima uchun daraxtlarni kuzda barglari to'kiladi? Yana shunga o'xshash savollar bilan biz murojaat qiladigan bo'lsak, farzandlarimizni o'ylab javob berishga va mantiqiy fikrlashga chorlagan bo'lamiz. Uchinchidan, mantiqiy o'yinlar va topishmoqlar orqali bolalarimizni mantiqiy fikrlashini rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, o'zi yo'q, soyasi bor. Uni tutib bo'lmaydi. Farzandimiz o'ylab har xil javoblarni berishi mumkin. Ota-onalarga shuni tavsiya qilamizki, bolalarni mantiqiy fikrlashini rivojlantirmoqchimisiz? Ularga oddiy, aniq va tushunarli savol bering. Mantiqiy savollar berish, ya'ni maktabgacha yosh davrdan farzandlarimizga mantiqiy savollarni berishimiz ularni zehnini, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini, mustaqil qarashlarini shakllantirishga zamin yaratadi.